spend all of the love I saved. We were always a loser. Yuzlab kilometrlar bosib ketibdilar. Katta rahmat sizga. NBN jamoasini mehmoni bo'lganingiz uchun. Sizni bitta men emas, butun O'zbekiston menimcha qo'llab-quvvatlasa kerak. Chunki bunaqa yo'nalishda sizdaqasi hozircha yo'q. Men ko'rmaganman. Balkim bordir, men ko'rmaganman. Taniganlar bitta like bosib qo'yasizlar shu ukamizni. Men sizni 3 yildan beri kuzataman. 3 yildan beri sizga muxlis deb. Men sizni muxlisingiz bo'lgan vaqtda NBN degan narsa yo'q edi. Lekin ukamiz hozir bildim, 2005-yil ekanlar. 2005-yil. Gap bo'lishi mumkin emas. Eldor aka, sizga minnatdorchilik bildiraman. Xalqimizga mana shunaqa xolis xizmat qilayotganingiz uchun. Kerak bo'lsa, mana hozir guvohi bo'ldim mashinalarda. Foyda qolmasa ham mana shu xalqimizga yordam bo'lsin deb qilib berayotgan xayrli ishlaringizni ko'rib xursand bo'ldim. Rahmat. Qo'ldan kelgancha, alhamdulillah, mana 1,5 yildan beri NBN jamoasi xalqimizga yordam qilish niyatida ochilgan o'zi. Foyda ham qilamiz, foyda qilmaymiz emas, lekin birinchi o'rinda NBN jamoasining tashkil qilinishida 3 ta akamiz bilan o'tirib, birinchi o'rinda puli yetmaydigan, shu imkoniyati mashinaga yetmaydigan odamlarni mo'shillik qilamiz deb niyat qilganmiz biz. Alhamdulillah, mana 1,5 yildan beri minglab odamlarni mo'shillik qildik deb o'ylayman, xudo xolasa. Siz bilan avvalambor mana shunaqa ulug' oyda ko'rishganimdan xursand bo'ldim. Va taklifim, xudo xohlasa, bir hafta davomida obunachilarimizga yangilik bo'ladi. Bir hafta ichida, xudo xohlasa, siz bilan yana qayta ko'rishamiz. Husanjon ukamiz bizni oldimizga ikkita taklif bilan kelibdilar. Kommentariyada qoldiringlar, nima taklif berdilar? Bir haftada inshaalloh aytamiz. Shunday. Husanjonni taniganlar bizni obunachilarimiz orasida bitta profillariga o'tib, bitta ko'rasizlar mehnatlarini, baho berib qo'yasizlar. Obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.